Rossa maktabda tashyapsan uyi, eshikni och, keldim. Ko'ringlar-chi, maktab tashagan uyini. Stoytmi shunga? Ha? Nechi kvadrat? Qani, oho, kiruvurishdan boshlab, ha. Kiruvishdan aytasan-da, kichkina, no 50 kvadrat. 50 kvadrat, xo'p. Полноценно. Garderob, sanuj. Oho, 50 kvadratda garderob ham joy. Eshiklarga lekin gap yo'q. Вообще yorib ekan borib. Ondan men 15 qo'ydim eshikni o'ziga. Gap yo'q. Juda chiroyli. Xo'p, prixoshka kirishimiz bilan bizani zal, oshxona, studiyani kutib oladi. Xo'p, kirib keldik. Divanli zona, televizorlarimizgacha qo'yilgan. Razdvijnoy bu yoqda eshik, xohlagan payt ovqat tayyorlanayotgan paytda yopib qo'yiladi. Bu to'g'rimi shunda? Stopi bilan. Xo'p, stopi bilan. Bo'l, yopmay tur. Xo'p. Bu yerda bizda xolodilnigimiz qo'yilgan. Yaxshi, skriti yana nima bor bu yerda? Posуда yuvadigan mashina. Xo'p, mikrovalnovый pech. Yangi oxirgi modellar. Hoffmanniki. Telefon orqali ishlaydi. Bu yoqda bizani, sushilka posudalarga. Uni tortsang, tortsak, mana bunaqa chiqib, oho, yaxshi. Xullas, mehr berilgan har bir kvadrat bizga ishlaydi, to'g'rimi? Maksimalni foydalanilgan. Xo'p, kirdik, ro'paramizda bizda bo'tda yotoqxonamiz bor-da, o ranglar juda chiroyli tanlanibdi. Bordoviy и mokriy asfalt rangi. Bu yerda bizda nima bor? Balkonimiz bor. Bu Darxon Avenue'ni yangi domi. Eskisi emas, yangi qurilgan, high-tech qurilgan domi. 5-qavatga chiqdim, 50 kvadrat. Xo'p, keyin kirganimizda sanuzelni bitta ko'raylik. Sanuzel ham keng. Sanuzel, oho, vanna qo'yilgan, polkalar. Bu tarafimizda ham unitas umumanlilari bilan xullas joy bemalol. Endi mana shu garderobning qiziqib ketaman, qani. Garderobning bitta ko'raylik-chi. Oho, bu yerda prachka, kiyim, oyoq kiyimlarni даже taxlab qo'yish uchun tepada, ventilyatsiyalari bilan xullas yorib yuborishdi. Davay, cho'zmaylik narxini. Tak, 50 kvadrat, 5-etaj, 138 ming startov. Hamma mana shu narsalari bilan. Полностью готов. Stoyta lekin, yaxshi 138 mingga. Darxon menyu, новостройка. Hamma mana bu texnika, domofonlarga chop kelib qo'yilgan. Xullas, kiyim olib kelib, shunday yashash kerak bo'ldi. Bo'l. O'zingni telefon nomeringni yozib qo'yaman, olib kelasan, ko'rsatasan, hammasini gaplashsan, o'tib berasan faqat.